Sardor Mamadaliyev va Shohjahon Jo'rayev o'rtasida yana qizg'in jang boshlandi. Bu mavzu bo'yicha ijtimoiy tarmoqlar portlab ketdi va qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Shohjahon Jo'rayev: "Akajonim, bolakay, nimaga bolakay deyapmanki, kecha seni istoriyang muxlislarim menga jo'natishibdi. Men-ku hayotda seni kuzatmayman. Meni va menga izoh yozgan muxlislarimni itvachcha, haromilar deb so'kib tashlabsan. Bu so'kishing menga ozgina ham, zarracha ham ta'sir qilmadi, chunki meni avlodimda va meni oilamda harom ish qilgan joyim yoki bir harom orttirib qolgan joyim yo'q. Sen oilangni bilmadim, lekin shuning uchun unday hissiyotlarga berilib ketib, unday ishlar qilmagin. Meni yozib berdilaring, sudlarga qatnashdik, shtraf chiqarib berdilaring, shtraflarni to'laymiz. Gap yo'q. O'zbekiston qonunchiligida belgilangan bo'lsa qilamiz. O'zbekiston qonunchiligiga hech qanday e'tirozimiz yo'q. Endi ham pul to'lab, ham sudga berilib, ham oxirida mana bunday itvachchalar, haromilar deb so'kib tashlayapsan. Ha, endi Alloh rozi bo'lsin, sendan bizni yelkamizdagi gunohlarni olib, o'zingni yelkangga ilganing uchun. Shuning uchun men muxlislarim va o'zimni hech qachon so'ktirib qo'ymayman. Senga endi qonun ishlayapti deysan. Qo'shiqlarim qonunlashtirilgan. Meni ham qo'shiqlarimni ozarbayjonlik Adolat Shukurov 2011-yilda aytgan. Seni hech kim sevolmaydi meningdek qo'shig'imni. Uydagi yor farishtangni yig'latma qo'shig'imni qirg'iz, qozoq juda ko'p vakillari ijro etgan. Turkmanlar birortasini yozib bermadim. Ular mendan so'ramagan. Shularni yozib bersam bo'lardi, lekin yozib bermadim, chunki men o'z san'atimni pulga sotishni xohlamayman. O'zimga unday ishni ep ko'rmayman. Sizlar aytyapsizlar, qonun ishlayapti. Farishtani yoqmanglar, qonun san'atkorning o'zi yoki uning vakili Adliya vazirligiga yozib beradi. Keyin ishlaydi qonun. Qo'ysalaringcha, unda ikkiyuzlamachilik qilish kerak emas. Insonning tili bilan dili bir xil bo'lishi kerak. Undan tashqari so'kishlar, endi ham javobgar bo'lib, ham pul to'lab, ham so'kish eshitish endi g'alati. Men endi tug'ilib o'sgan sharoitda haromi, itvachcha degan so'kishlar ishlatilmagan. Bizda onam rahmatli Makkaga imom bo'lgur deb yoki bo'lmasa baraka topgur deb urishardilar. Men ham seni bir so'ksam, shu Makkaga imom bo'lgur, ikki dunyo baxtini bergur deb so'kaman seni. Insof bersin deb so'kaman ukajonim, lekin haqorat qilmagin. Gazini bosinglar, deydi Sardor Mamadaliyev o'zining so'zining oxirida. Xonanda Sardor Mamadaliyev intervyulardan birida O'zbekiston xalq artisti marhum Sherali Jo'rayevning qo'shig'idan parcha kuylagani uchun hofizning o'g'illari tomonidan sudga berilib, katta miqdordagi ma'naviy zarar puli talab qilinayotgani ortidan video murojaat bilan chiqdi. Bugun yana sudga chaqirishdi. Yana Sherali Jo'rayevning qo'shig'i mojarosi. Bu safar $20,000 ga yaqin tovon pul so'rashyapti, lekin men bir narsadan mantiq topolmayapman. Bir insonni hurmat qilib, qo'shiqlarini yaxshi ko'rib, o'tgan kunida xotirlab, intervyuda boshlovchining iltimosiga binoan ijro qilganman. To'g'risi, qo'shiqni pul ishlash uchun emas, xotirlab aytgandim. Odam qo'rqib ham qoldi. Andijonda Sherali Jo'rayev maktabi ochildi. U yerda o'qiydiganlar ham u kishining qo'shig'ini ayta olmaydimi keyinchalik, deydi xonanda o'z video murojaatida norozilik bildirib. Undan avval G'ulomjon Yoqubov ham Jo'rayevlar qo'shiqni pullashmoqchi shekilli deya intervyu bergandi. Video davomida bu haqda batafsil bilib olishingiz mumkin. Bekorga gap so'z chiqmaydi-ku. G'ulomjon Yoqubov oilali ayollarni sevib qolgani va Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari ortidan chiqayotgan mojarolar haqida so'zlab berdi. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar uz kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov 76 yoshni qarshilagan bo'lsa-da, yoshiga nisbatan ancha tetik va kuch-g'ayratga to'la san'atkorlardan ko'rinadi. Xonanda otasining vafotidan keyin ularga yomon munosabatda bo'lishgani, marhum hofiz Sherali Jo'rayev qo'shiqlari ortidan kelib chiqayotgan mojarolar, oila a'zolari bilan sayohatga chiqmasligi sababi hamda oilali ayollarni sevib qolgani haqida gapirib berdi. Yetimligimiz uchun qo'shnim bizni ochiqchasiga ajratgan. 3 yoshimda otam olamdan o'tgan, infarkt deyishgan. U paytda akam hayot, singlim esa hali chaqaloq edi. Meni yelkasiga mindirib olib yurganini elas-elas eslayman. Boshqa narsa esimda yo'q. Hayot shunaqa ekan, kimnidir ushlab qololmaysan. Otasizlik azobi juda og'ir bo'lgan. Qo'ni-qo'shni bolalarning otasi kelib bag'riga bossa yoki maktabiga borsa juda bilinardi. Bir voqea bo'lgan. Hozir u odamlarning hammasi o'tib ketgan. Yoshligimda oddiy oila bo'lganmiz.
hashamatda yashamaganmiz. Xullas, 2 yo 3 sinfda edim. Qo'shni o'rtog'imning uyiga kirib chiqib o'ynab yurgandik. Uning otasi kolbasa zavodda ishlardi. Har kuni go'sht, kolbasa olib kelardi. O'rtog'im dadasiga kolbasa bering desa, hozir emas, anavilar chiqib ketsin, keyin beraman degan. Yosh bo'lsam ham shu voqea qattiq ta'sir qilgan. Shundan keyin o'rtog'im bilan ham, ota-onasi bilan ham gaplashmaganman. Institutga kirib tanilganimdan keyin o'sha odam yonimga kelgan, lekin qattiq tilim og'riganini yashirmaganman. Tor sotib olish uchun birovning uyida g'isht qo'ygan. Onam faqat fabrikada ishlardi. Uning topgan puli hamma narsaga ham yetmasdi. Men birinchi torimni sotib olishim uchun birovning uyida g'isht qo'yganman. Tor do'konda 21 so'm turar edi. Borardim, ko'rardim, havasim kelib qaytib ketardim. Bir odamning uyiga kirib g'isht qo'yib beraman desam, yosh bolasan-ku deb unamagan. G'ishtning mingtasi 7 so'm edi. 3000 ta g'ishtni qo'yib berishga kelishganman. 10-15 kunda shuncha g'ishtni qo'yib pulimga o'sha torni sotib olganman, deya xotirlaydi G'ulomjon Yoqubov. Shaytanatning qo'shig'ini men kuylaganman. G'ulomjon Yoqubov yoshlik yillarida ko'rkam yigit bo'lgan. Unga kinodan ham rollar taklifi tushgan, lekin xonanda buni rad etgani haqida gapirib berdi. Teatr va rassomchilik institutini bitirganimdan keyin teatrda ham ishlaganman, lekin filarmoniyaga qaytib ketganman. Kinoda rol o'ynamaganman. Unday bo'lsa, xonandalikdan ketishim kerak edi. Ikkita quyonni qo'ygan odam bittasiga ham yeta olmaydi. Ham bitta rol o'ynab, bor mavqeimni ham yo'qotib qo'yishni istamaganman. Yaxshi chiqsa-ku yaxshi, lekin o'xshamasa-chi? Nima keragi bor edi? Bunga ashulasini aytib yuraversa bo'lmasmidi, deyshar. Hozir ham ota qaynota rollarini taklif qilishadi, rad etaman. Hozirgi filmlarning saviyasi past. Kelin kuyov qaynona, biri qochdi, biri quvladi bo'lib yotibdi. Shaytanat seriali uchun qo'shiq kuylaganman. Film ijodkorlarining titri chiqqanda o'sha qo'shig'im ketadi, deydi va kino seriallardan tushadigan taklif haqida. Qo'shiq sotib aka-ukalar biznes qilmoqchidir. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bugungi kunda qo'shiq talashish, jumladan marhum Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini boshqa xonandalar kuylagani uchun jarimaga tortish holati haqida ham fikr bildirdi. O'tib ketgan odamning qo'shig'ini aytma deyish ahmoqlik deb o'ylayman. Boshqa ijrochilar tomonidan kuylanib turmasa, u qo'shiqlar erta-indin odamlarning yodidan ham chiqib ketadi. Balki aka-ukalar bu qo'shiqlarni sotmoqchidir. Ular biznes qilmoqchi shekilli, kim biladi. Mening qo'shig'imni kimdir kuylamoqchi bo'lsa, chiroyli aytsa, bemalol kuylayversin. Bunga hozir ham qarshi emasman. Qo'shiq yangilanib turishi kerak, deydi xonanda. Chet elga borsam, faqat kiyim sotib olaman. G'ulomjon Yoqubovning boshqa san'atkorlardan ajralib turadigan jihati tashqi ko'rinishiga alohida urg'u qaratishida. Xalq artisti to'y, hasham va konsertlarda tashqi ko'rinish va nutqiga o'zgacha e'tibor qaratadi. Stilim ustida o'zimdan boshqa hech kim ishlamaydi. Men maktab davrida ham onam bilan bozorga borib arzon kiyim sotib olsak ham yarashadiganini qidirardim. Onam singlimga meni namuna qilib ko'rsatardi. Chet elga borsam ham kunim kiyim do'konlarida o'tardi. Toshkentdan hech narsa sotib olmaganman. Hozirgacha kostyumlarimni o'zim tanlayman. Birov aralashmaydi, deydi xonanda. Bir yilda 8 marta sayohatga chiqaman. Yiliga 7-8 marta sayohatga boraman. Yaqinda Batumidan keldim. Undan oldin Sochiga borib keldim. Iyulda bir oylik dam olishga Karlovy Varga ketaman. Sayohatda asosan og'aynilarim bilan 15 kishi bo'lib boramiz. Oila a'zolarim bilan yura olmayman. Ular o'zlari sayohat qilib keladi. Men erkin qushman. Birov menga unday qiling, bunday qiling desa yoqmaydi. Men ularga tegmayman, ular menga. Futbolni yaxshi ko'raman. Shu yil Amerikaga bormoqchi edim, viza berilmadi. Sababini aytishmadi. 2018-yilda Rossiyaga ham borib Fransiya, Xorvatiya o'yinini tomosha qilib kelganman, deydi san'atkor. Farzandlarim meni tanimay qolardi. G'ulomjon Yoqubov shaxsiy hayoti, oilasi, rafiqasi haqida ko'p ma'lumot berishni istamaydigan san'atkorlardan qatorida. Ammo u go'zallik shaydosi ekan va bir necha marta turmushga chiqqan ayollarni sevib qolganini ham yashirmadi. Mening ayolim ko'p narsaga chidagan. 3 oylab gastrol safarlariga ketib qolardim. Qaytganimda bolalarim meni tanimay cho'chishardi. Bitta men emas, o'sha paytdagi hamma san'atkorda shunday bo'lgan. Ajrashib ketmay yashayapmiz-ku hammamiz, deydi u. Go'zal ayollarni sevib qolardim. G'ulomjon Yoqubov tabiatan go'zallik ishqibozi. U jurnalistning birovning go'zal ayolini hech sevib qolganmisiz degan savoliga quyidagicha javob berdi. Rosti, juda ko'p sevib qolganman. Bir ayolning go'zalligi ko'z oldimga keldi-yu bo'ldi. O'tib ketdi emas, boshqa narsalar ham bo'lib ketgan. Bekorga gap chiqmaydi-ku, deydi kulib. Hozirgacha ham go'zal ayollarni ko'rsam menga ilhom keladi, ijod keladi. Muhabbatsiz odamda hech nima bo'lmaydi. Bir shoirni eshitganman, hatto o'zining qizining go'zalligidan ilhomlanib she'r yozgan ekan. Go'zalni go'zal deyish kerak, buni aybi yo'q-ku. Bir qaragan bilan hech narsa bo'lib qolmaydi-ku. Go'zal ayollarni har doim sevganman, hozir ham sevaman. Umrimning oxirigacha ham shunday bo'ladi. Atrofimdagilarga ham voy, anavi qizning chiroyliligini qaranglar deyman, deydi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov o'zining oxirgi so'zlarida.
Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosing, yangiliklar uz kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.